Assalomu alaykum musofirda bo'lgan hurmatli aziz do'stlar. Sizlar bilan Aviabilet 2021 jamoasi. Sizlarga dekabr oyida bo'layotgan aviabilet narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Ko'pchilik juda ham bizga so'rayapti, dekabrga nima uchun qimmat, nima uchun qimmat bo'lib ketgan biletlar. O'shani arzon narxlarni topsizlarga o'qib berishga harakat qilaman. Xo'p, boshladik qani. Bizda Vunuk va Buxoro yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llaridan 14-dekabrdan 20-dekabrgacha bo'lgan bilet narxlari 31 ming rubldan O'zbekiston havo yo'llari, albatta bagajlari bor, 20 kilo bagaj, 8 kilo qo'lga olishlari mumkin. Xo'p, yanvar oyiga so'raganlar 2-yanvardan 5-yanvargacha bo'lgan aviabilet narxi Vunuk va Buxoro yo'nalishi bo'yicha bu ham 22.800 rubldan 10-yanvardan u yoq edi. Yanvarda oxirgacha arzon biletlar albatta 13.800 rubldan olishlari mumkin. Xo'p, yana boshladik. Vunukodan Samarqandga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun Vunuk va Samarqand yo'nalishi bo'yicha 15-dekabrdan 20-dekabrgacha bilet narxlari 31 ming rubldan, bagajlari 32 kilo, alohida 8 kilo qo'lga olishingiz mumkin. Albatta, bu O'zbekiston havo yo'llari. O'zimiz aviakompaniya. Nima uchun O'zbekiston havo yo'llarini qo'yapsiz degan bo'lsalaring, undan tashqari biletlar ham bor, rossiyskiy kompaniyalar narxlari bir xil, hech qanaqa raznica yo'q. Yanvar oyiga bilet, agar yanvar oyiga qo'ymoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston havo yo'llari yanvarda boshiga uchaman, yo'q dekabrda oxiri qimmat deydigan bo'lsangiz, yanvarda 3-yanvardan 10-yanvargacha aviabilet narxi 20 ming rubldan O'zbekiston havo yo'llari Vunuk va Samarqand yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, keyingi yo'nalishga o'tamiz. Vunukodan Qarshiga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun 17-dekabrdan 25-dekabrgacha aviabilet narxlari 31 ming rubldan bor. Vunuk va Qarshi O'zbekiston havo yo'llari bu ham albatta. 7-yanvardan 28-yanvargacha bo'lgan aviabilet narxi 13.800 rubldan albatta. Vunukodan Navoiyga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun 18-dekabrdan 25-dekabrgacha aviabilet narxi 31 ming rubldan O'zbekiston havo yo'llari bu ham bagajlari bilan albatta. Vunukodan Termizga uchmoqchi bo'lgan hurmatli do'stlarimiz uchun aviabilet narxlari bor. 15-dekabrdan 20-dekabrgacha bilet narxi 31 ming rubldan bu ham albatta O'zbekiston havo yo'llari. 23 kilo bagajlari bor, 8 kilo qo'l yuk olishlari mumkin. O'zbekiston havo yo'llari albatta. Agar 5-yanvardan 30-yanvargacha bo'lgan aviabilet narxi 14.500 rubldan bu ham O'zbekiston havo yo'llari Vunuk va Termiz yo'nalishi bo'yicha bemalol biletlar xarid qilishlari mumkin. Yanvar oyiga ham hamma ko'pchilik olishni boshlagan hozirda. Vunukodan Toshkentga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz ham bor. Vunukodan Toshkentga har kuni reyslar bor O'zbekiston havo yo'llaridan. Bugun 14-dekabr, 14-dekabrdan 30-dekabrgacha bor. Har kuni bilet narxlari 31 ming rubldan 20-dekabrgacha. 14-dekabrdan 20-dekabrgacha bilet narxlari 31 ming rubldan, 20-dekabrdan 30-dekabrgacha bilet narxlari 35 ming rubldan. 32 kilo bagaji bor, 8 kilo qo'l yuk olishlari mumkin. Damatiydi va Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviareyslar bor. 14-dekabrdan 20-dekabrgacha aviabilet narxlari 29.500 rubldan O'zbekiston havo yo'llari, 32 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoylari bor. 20-dekabrdan 31-dekabrgacha aviabilet narxlari 31 ming rubldan O'zbekiston havo yo'llari bor. Vodiylik aka-opalarimiz uchun ham aviabilet narxlarini o'qib beraman. Vunukodan Andijonga 16-dekabrdan 23-dekabrgacha aviabilet narxlari 26 ming rubldan bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoylari bor albatta. 25-dekabrdan 30-dekabrgacha 31 ming rubldan bu ham O'zbekiston havo yo'llari. Dekabrda oxirlar bilasizlar, hamma yangilari fasi ketadi, bilet narxlari sal qimmat. Vunukodan Namanganga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun 15-dekabrdan 20-dekabrgacha 26 ming rubldan aviabilet narxlari bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bu ham O'zbekiston havo yo'llari. 20-dekabrdan 30-dekabrgacha bilet narxlari 31 ming rubldan bor albatta. Vunukodan Farg'onaga uchmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun Vunukodan Farg'onaga aviabilet narxlari 15-dekabrdan 20-dekabrgacha bilet narxlari 26 ming rubldan bor. O'zbekiston havo yo'llari 23 kilo bagajlari bor, 8 kilo qo'l yuk olishlari mumkin. 20-dekabrdan 31-dekabrgacha bo'lgan aviabilet narxlari sal qimmat, bilasizlar, hamma yangilari fasi ketadi. Biletlar joyi chegaralangan, kam qolgan bilet narxlari shuning uchun ko'tarilib ketgan. 35 ming rubldan aviabilet narxlari bor. Bizda har doim bizni kuzatib turmoqchi bo'lsalaring, albatta biz Telegram kanallarimizga obuna bo'lib qo'shishlaring kerak. Pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib biletlaringni xarid qilishlaring mumkin. Xohlasalaring onlayn, xohlasalaring offlayn tarzda xarid qilishlaring mumkin. Kassa manzillarimiz metro shossesi 4-bekat va metro Teksilishki 3-bekatda joylashgan. Ish vaqtimiz ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha bezovqatnoy ishlaymiz albatta. Bizdan biletlarni soat 8 dan keyin misol uchun kassamiz berkilgandan keyin albatta onlayn sotib olishlaring mumkin. Hech qanaqa problema emas. Ekranda qoldirilgan nomerlarimizga bemalol telefon qilib biletlarni onlayn xarid qilishlaring mumkin. Albatta hammasi ishonchli 100%.
hozircha sizlarga yetkazgan ma'lumotlarimiz, yangiliklarimiz shulardan iborat. Bizni har doim kuzatib turmoqchi bo'lsanglar, yangi aksiya narxlarini ham chiqaryapmiz albatta. Bizda aksiya narxlari chiqadi, juda ham tez ketib qoladi. Biz kanalga qo'yamiz, tez sotilib ketib qoladi. O'sha paytda ulgurib olib qolishlaring mumkin. Bizni Telegram kanalimiz opisiyanida qoldiramiz. Kirib, bemalol silka orqali kanalimizga podpisa bo'lib, yangiliklar kuzatib turishlaring mumkin. Albatta, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Va musofirda yurgan yaqinlarga ham jo'natib qo'yinglar videolarni. Ular ham bilet qidirib yurganlar bo'lsa, arzon biletlar, xudo xohlasa topib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan aviabilet 2024 ko'rishguncha.